Xo'sh, yaxshi. Mana bu pechenye juda ham zo'r ekan. Mana bu pechenyega qaraganda. Ya'ni bu pechenye nimasi bo'lamoq, shokoladli va bu esa sutli. Barchaga salom bo'ladi. Mana sizning Kompot va men video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar yaxshimisizlar? Obunachilar mendan so'rasanglar barchasi chotki va ajoyib. Men hozir nima desam bo'ladi? Qaysi shokoladni bersam ekan? Ya'ni qaysi pechenyeni? Farqi yo'q. Любой shokoladnimi yoki sutlimi pechenyeni ham beraveramiz. Короче, men qo'shnimga shu pechenyeni bermoqchiman. Mana bu, ya'ni bu shokoladni emas, bu kakaolimi, короче-da obunachilar endi qora-yu. Mayli, men sutli beramiz obunachilar. Menimcha sutli yoqtirsa kerak yoki to'xtanglar. Mayli, to'xtanglar. Sutli pechenye yoqtirsa kerak, ya'ni bilmadim. Mayli, bo'lmasa hozir tashqariga chiqib, hozir qo'shnimni oldiga bormasam bo'lmaydi. Mayli, bo'lmasa qani qo'shnimni, qo'shni shu yordamsan? Ha, kiraver Kompot. Nimaga? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zingda nima gaplar? Ha, normal. Yomam soatni, qanaqa bu qum soati, vashi zo'r ekan. Kompot nimaga buni degirasan? Kallang joydami? Buni qimmatga olganman. Davay qo'yib qo'ychi. Shunaqa menga pul paydo bo'lib qoldi, tushunmadim. Nima desam bo'ladi? Men qo'limga siras paydo bo'lib qoldi pul. Nima qo'yib qo'y, pul paydo bo'lib qoladi, nima bo'lib qolsa ham. Masalan, yo'ynaysa vaqtga olib, ha? Endi bilmadim endi. Qadam bilib turibman seni endi ana bo'lishingni. Qara pul paydo bo'lib qoldi. Qanday qilib pul paydo bo'lishi mumkin? Mumkin emas, o'zing kisangda bo'lishi mumkin. Mo'sh shunaqa bo'lishi mumkin, balkim yana ham bilmadim. Mayli, aytgancha. Bu pulga e'tibor bermaymiz, lekin bu soating juda ham zo'r ekan. Soatingni chapa qilib qo'ymoqchi edim. O'zingni chapa qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Ha, mayli, uzr. Mayli bo'lsin. Nimaga mana bu meni yangi gilamimni bosasan? Kallang joydami? Nimaga men qimmatga olganman men buni? Uzr, lekin qishlog'i men bilmay qolibman. Sen o'zi nimani bilasan, ha? O'zi nimacha kelding? Bosib tashlayapsan hamma rasvo qilib tashlayapsan. Ha, uzr, yana pul paydo bo'lib qoldi. Men bu pul, nima edi, invertorimga tushunmadim. Nima? Qanday qilib pul paydo bo'lib qolishi mumkin? Men bilan hazillashyapsanmi? Yo'q, hazillashganim yo'q. Qayerdandir pul tushyapti yoki o'zidan o'zi pul paydo bo'lib qolyapti. Men o'zim ham bilmayapman. Juda ham zo'r hazil bo'ldi-da. Davay chopchiga tortib ketchi oldimdan. Mayli, qishloqqa men ana uchun keluvdim. Mayda o'zi aslida masangan men xolahol so'ragan keluvdim. Xolahol so'ramasdan asabga o'ynayapsan sen, tushunyapsanmi? Vaqtcha asabga o'ynash boshlayapsan. Xo'p, mayli, bo'ldi, jahl qilma. Nima desam bo'ladi? Aytgancha, men senga nimaga yana bosyapsan? Kallang joydami seni? Yana pul paydo bo'lib qoldi. Allaganim yo'q lekin qishloqqa. Bosib tashlama, kallang joydami seni? Asabga o'ynaysan, ha? Qaniydir qilib pul paydo bo'lib qolyapti, tushunmadim. Narsalarga tegingsan, pul paydo bo'lyaptimi yoki nimaga? Men asabga o'ynamadi. Mana senga tushunmadim, sen nimaga meni hamma narsamga tegib tashlabsan? Sandig'imni nimaga ochding? Sandig'ini ochganim yo'q, sandig'ning ustiga ham pechenye qo'ydim. Men pechenyeni yomon ko'raman-ku, bunaqa sutli pechenyelarni yomon ko'raman. Xo'p, pullar paydo bo'lyapti qishloqqa, ishonsang ishonmasang. Men bilan hazil qilyapsanmi? Bo'lay, jonimga tegdi. Davay chiq uyimdan. Chiq yo'qol uyimdan. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman qanday qilib hazil qilishni yoki narsalarimga tegib rasvo qilib tashlashni. Gilamlarimni ham rasvo qilib tashlading, hamma joyda rasvo qilib tashlading. Men pechenyeni ham olib ket. Xo'p, uzr, bo'ldi, jahl qilma. Nimaga jahl qilyapsan? Men pul paydo bo'lyapti-da. Pul emas-ku, nima qanday qilib paydo bo'lishi mumkin? Yo'qol oldimdan. Hazil qilasan men bilan. Jahlimni chiqaryapsan, boru. Davay ket. Xo'p, bo'ldi, uzr, qishloqqa bilmay qolibman. Obunachilar men qaranglar. Qanday qilib pul paydo bo'lishi mumkin? Shuncha pul paydo bo'ldi. Oh my god, bo'lishi mumkin emas. Yoki narsalariga teginsam, to'xtanglar-da. Mana bu qishloqqa jahl qilgan payt pul paydo bo'lib qolyapti, adashmasam. Ha, obunachilar. Menga zo'r fikr kelgandek bo'lyapti-da, obunachilar. Bilmadim, lekin qaranglar, qishloqqa jahl qilganda menga sirasi pul paydo bo'lish boshlayapti, vashi hayron qoldim. Mayli, qani qilichimni olib, qani birortasiga yana sinab ko'raylikchi, bir gap bo'lar bo'lmasa obunachilar. Xo'p, qani qishloqqa qayerda ekan? Ajoyib bo'lmasa, ana. Qishloqqa yaxshimi? Uzr urmoqdim. Nimaga meni uryapsan? Kallang joydami seni, ha? Obunachilar men jahlim chiqarsa ana pul beryapti. Endi bilasan-ku endi. Uzr, mayli, o'zing bilasan. Obunachilar buni qaranglar. Jahlimni chiqarsak pul beryapti, tushunyapsizlarmi? Bu qanaqadir Minecraftning bug'imi yoki nimasi bo'lganda ham obunachilar men juda ham vashi hayron qolyapman, boru. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin mana savolda? Vapshe, mayli, nima bo'lganda ham obunachilar hozir mana bu yerda juda ham ajoyib bir 5 stak, 6 stak deyarli 7 stak pul bo'lib qoldi obunachilar deyarli. Mayli, bo'lmasa qo'shnim juda ham jahl chiqyapti. Qani bir jahli o'ynaylik. Qo'shni yaxshimisan? Qizarib ketibsan. Yo'qol oldimdan asabga o'ynayapsan. Uzr. Obunachilar mana yana pul kelyapti, bor, yana pul bo'ldi, bor. Vashi hayronman, bor. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin bilmadim, juda ham jahli chiqqandan juda ham ko'p pullar ishlab olyapti obunachilar. Qishloqlarni jahliga o'ynab pul ishlab olyapman, tushunyapsizlarmi?
Ajoyib, mayli, nima bo'lganda ham obunachilar yana birortasini jahliga o'ynash kerak, ya'ni asabiga tegish kerak. Mana bu siyohning qishloqini jahliga tegsammikan? Qani bir sinab ko'raylikchi. Qo'shni yaxshimisa? Uzr. Mana bu buzilib ketib qolyapti-ku. Kalla joydamisan, borib kallaga sana hamma joyda rasvoq tashyapsan. Men bilan ba'zan to'g'irlaganman. Uzr, endi bilasanki endi men oyog'im bilan bosib yordim. Men pulingni o'ynatmayman olimga. Xo'p, mayli. Obunachilar qaranglar, o'zi aslida bu pul u sababli kelayotganini o'zi ham bilmaydi. Vobchi juda ham ajoyib pullar ishlamoqda biz obunachilar. Bu pul ishlashning juda ham oson yo'li deb o'ylayman obunachilar. Yana ham bilmadim, lekin juda ham zo'r. Mayli, bo'lmasa hozir obunachilar yana juda ham chotki ideya, fikr keldi obunachilar, ko'rasizlar hozir. Mayli. Voy, mana bu yerda vashsha musor qilib tashyapman-ku. Nimaga barcha musorimni mana shu yerga qo'yapman-a? Hamma joyda musor qilib tashyapman-da. Voy, juda ham yomon bo'lyapti-da. Mayli, mana butilkalarni ham mana bir qo'yaylik, juda ham chiroyli bo'ladi. Ana chotki. Kompon nima qilyapsan? Qishloqda rasvoq qilib kalla joydamisan? Endi bilasan, qishloq endi bu yer musor emas, bu yer chiroy, tushunyapsan? Chiroy qanaqa chiroy bo'lishi mumkin? Kalla joydamisan? Nima yig'ishtirib olib chiqamasana? Xo'p, mayli, o'zing yig'ishtirib ol, senga musorlar yoqadi-ku, to'g'rimi? Men butilkalarni terib ol, tushunyapsanmi? O'zingga o'xshagan musorlarni. Obunachilar, maksimal men buni buzib yuboryapman. Uzr, lekin Kompon, sen to'pboy kalla joydamisan? Hozir ko'rsatib qo'yamiz mana senga. Nimaga men derazalarni sindirib tashyapsan, tushunmadim. Bo'ldi, uzr, barchasini yig'ishtirib olishinglar mumkin. Obunachilar, men qaranglar, vobshe o'xshayapti. Juda ham ko'p pullar ishlab oldik obunachilar. Juda ko'p pul ishlab oldik, lekin real obunachilar, men qaranglar. Vobshe necha stak, bir 12, 13, 15 staklab mana bo'lib ketyapti-da. Nima desam bo'ladi? Mana bu pullar bo'lib ketyapti. Vobshe o'zim ham hayronman obunachilar. Qanday qilib bunday ko'p pul kelyapti? Mayli. Mayli, bo'lmasa to'xtaylik. Yana qaysiga hazil qilsam? Qo'shnim chiqibdi-ku. Yaxshimisa? Nima? Davay barchasini yig'ishtirib qo'ychi, rasoqillik hamma joyda. Bo'ldi, hozir 5 minut. Yana bo'ldi, jahlini chiqaraylik-da. Mana buni, mana bu qog'oz anoni kiyib ol. Nimaga bu qog'oz kiyib olishim kerak? Chunki o'zing qara xunukligingni, qara burningni kattaligini, vobshe xunukligingni, bu sendan chiroyliroq. Nima? Hozir kim chiroyliligini ko'rsatib qo'yaman men senga. Kambod bo'lmay ket. Uzr. Obunachilar, men qaranglar, juda ham jahl qilishini, vobshe boru, o'xshashini qaranglar-da. Jotga pul ishlayapmiz-da, lekin mayli, lekin juda ham zo'r bo'lmoqda. Kambod, tashqariga chiqdi, gapim bor. Yo'q, tashqariga chiqish yo'q endi. Men qaranglar, anchagina pul ishlab oldim obunachilar. Chotki pullar ishlayapmiz. Yaxshi, ana endi chotki anavi bo'ldi. Obunachilar, juda ham zo'r fikrim bor. Ya'ni qanaqa deydiganlar bo'lsa, sizlar buni tomosha qilib turinglar. Mana bu dimni ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham rangli dim bu obunachilar. Bunaqa zaharli emas, lekin ko'rasizlar, vobshe anavi ustidan kulamiz. Mayli, battar qizil bo'lib ketadi-da. Bo'lmasa 1, 2, 3 qani ketdik. Davay. Voy, nima bo'lyapti? Voy, kim tashladi buni? Voy, tashqariga chiqmasa bo'lmaydi-da. Yo'q, yaxshimisa? Kompon, savdo qildingmi? Sen barchasini tashladingmi shuni? Savdo qildingmi, tutatdingmi? Yo'q, men tutatganim yo'q. Nima haqida gapiryapsan? Nima prosta turishim mumkin emasmi? Ketay olimdan. Obunachilar, qaranglar, vobshe o'xshayapti, bor. Ularni asabiga jig'iga tegib obunachilar deyarli juda ham ko'p stak nima desam bo'ladi? Mana bu pullarni yig'ib oldim obunachilar. Necha stak bor bu yerda bilmadim-ku. 12, 24, ag'i 30 stak anavi oldik obunachilar, men qaranglar. Xo'p, nima desam bo'ladi? 30 stak. Voy, obunachilar, vobshe chotki lekin. 30 stak emas, 20 stak. Men endi bilmadim obunachilar. Mayli, xo'p, yana qayerga borsam ekan? Birortasini jahlini chiqaramiz obunachilar. Hamma qishloqlar qayerga ketibdi ekan-a? G'alati. Voy, qishloqlar, sizlarga gapim bor, uzr so'rayman, qishloqlar. Ular qayerga ketibdi ekan-a ular? Vashsha asamga o'ynayapti-ku bular. Vashsha, mayli, uyimizga qaytaylik-da, bir gap bo'lar, bo'lmasa bir qishloqlar qayerga ketib qolibdi, mayli kelganda gaplashamiz desam. Voy, nima qilyapsanlar meni uyimni? Voy, qishloqlar, kallang joydamisanlar, sanlar, aqldan ozganmisanlar? Bu sana ana shu qilmishlaringga yarasha, tushunyapsanmi? Biz bilan mana shunaqa qasr qilib jig'imizga tegmasligi kerak edi. Men buni ataylabdan qilganim yo'q-ku, kalalaring joydamisanlar boru. Nimaga bularni ana yondirib tashyapsanlar? Davay tez tuproqlarni olaylik, tuproq bilan o'chiramiz obunachilar mana bu lavalarni. Aqldan ozib qolishibsanlar boru. Qanday bo'laykan, jahlga tegish, zo'r bo'laykanmi? Battar bu. Salani hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga. Bu barchasini olaylik, obunachilar, men qaranglar, vobshe hamma joyda lavaqda shapti yonishimni qaranglar, vobshe. Yaxshi obunachilar. Umuman jahlimga tegyapti obunachilar, asabimga tegyapti. Men ataylabdan qilganim yo'q-ku, qishloqlar kalalarsiz joydamizlarni. Ataylabdan qilding. Qanday qilib ataylabdan qilishim mumkin? Battar bu, tushundingmi?
Ha, mayli, qaranglar. Men sizlarni nima desam bo'ladi, Atelepdan jahllaringizni tiymadim. Buni bitta sababi bor edi. Короче, Minecraftda bug bo'ldi. Sizlarning jahllaringizga tiysam, asablaringizga o'ynasam pul beradi, tushunyapsizlarmi? Rostdan aldayapsan ha hozir. Mayli, mana sizlarga pullarni ko'rsatishim mumkin va sizlarga ayrimlarini berishim mumkin, tarqatishim mumkin, bo'lishishimiz ham mumkin bu pullarni. Ho, albatta bo'lishamiz bo'lsa. Zo'r ekan-ku Minecraftda bagi. Albatta, bemalol mana pullarni bo'lishib, maza qilib, faqat menga indamanglar, uzr. Bilasizlar-ku, masalan, Atelepdan jahllaringizni tiymayman-ku. Mayli, davay pullarni davay bo'lishaylikchi. Qani nech pul bor ekan bizga, nech pullar teyarkan. Bo'ldi. Sizlar faqat xavotir olmanglar, mana juda ham ko'p pullarim bor hali. Nima desam bo'ladi, hammalaringizga yetadi, adashmasam. Davay tezroq berchi. Okay, mayli. Bo'lmasa sen jahl qilma qishloqqa, o'zingni bos. Barchasini Atelepdan qilganim yo'q edi, tushundinglarmi? Shunaqa bug bor ekanda, tushundinglarmi Minecraftda? Mayli. Vaqt cho'zmasdan davay tezroq pulni ber, biz ketamiz qolamiz uyimizga. Bo'ldi, davay, mayli, bo'lmasa hammalaringizga pullarni tarqatishni boshlayman. Okay. Xo'sh, obunachilar, qaranglar. Menda 3 tagina pul qoldi. Ha, obunachilar, o'zimga juda ham ko'p pul qolmadi-yu, lekin 3 ta pul bilan mana bu yongan uyim bor. Ajoyib, shunisiga ham shukr, obunachilar. O'zimni ham yondirib yuborishmadi-yu. Men ham derdim, obunachilar, ko'rishinglar mumkin shunaqa Minecraftda bugini topib, shu juda ham pul ishladik, juda ham ko'p, lekin u pul bizga buyurmadi. Qishloqlar olishdi. Qishloqlarni jig'iga o'ynamaslik kerak ekan, obunachilar, men shuni tushunib yetdim. Mayli, obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompotik bo'ldim, obunachilar. Hali bu pullar bilan hali uyimdan tiklay olamanmi, yo'qmi bilmadim-ku. Lekin kelasi video rolikgacha ko'rishguncha obunachilar, xayr, sog', salomat bo'linglar obunachilar, o'zinglarni asranglar. Xayr.